Kreativ inklyuziya va uning iqtisodiy uyg'unlashuvi nimalardan iborat? Umuman, inson kapitalini rivojlanishida yoki iqtisodiyotni taraqqiy etishida jamiyatning umumiy aloqalarida inklyuziya muammosi va masalalari paydo bo'ldi. Ya'ni jamiyatdagi barcha qatlamlarning imkoniyati cheklanganlar, nogironligi bor insonlar, kambag'allar va ijtimoiy, irqiy, diniy kelib chiqishidan qat'iy nazar barcha insonlarning tenglik asosida bir platformada ishlash jarayoni inklyuziyani keltirib chiqardi va G'arbda inklyuziya shunchalik rivojlandiki, ma'lum bir milliy an'analarga qorishib ketdi va jamiyatning bir bo'lagiga aylandi. Ya'ni undan keyin gender masalalari yoki nogironlarni ish bilan ta'minlash va boshqa masalalar bugungi kunning asosiy muammosiga aylandi va Markaziy Osiyo mamlakatlariga ham, xususan O'zbekistonga inklyuziyani olib kirish, ya'ni inklyuziv iqtisodiyotni yaratish masalalari paydo bo'ldi. Ya'ni ikkita tushuncha bor edi. Inklyuziv ta'lim bu barcha insonlarni ijtimoiy kelib chiqishi, dini, irqi, jismoniy jihatlari, ruhiy holatdan qat'iy nazar iqtisodiy va huquqiy teng ta'lim olishi va inklyuziv iqtisodiyot ularning ish o'rinlarida tenglik asosida bir platformada ishlashini taqozo qilardi va inklyuziya kreativlikka asoslandi. Ya'ni inson kapitali asosan funksional darajalarga emas, balki inson zehniga bog'lanib qoldi. Inson zehni rivojlangan sari u ko'p pul topishni boshlaydi va daromad oshishni boshlaydi degan nazariyalar paydo bo'ldi. Xususan, ikki xil stereotip mavjud. Ya'ni imkoniyati cheklangan shaxslarga ko'proq o'sha oziq-ovqat, xo'jalik mahsulotlari yoki sovg'alar berish protsessi mavjud edi va endi keyingi bosqichda imkoniyati cheklangan insonlarga o'zlari daromad topib, o'zlari uchun xo'jaliklarni yaratish imkoniyatlarini berish masalalari paydo bo'ldi. Bu yerda ularni kompetensiyalaridan foydalangan holda, demak, sog'lom raqobatga kirishishi taqozo etilardi. Xususan, Buyuk Britaniyada call centerlar faoliyatida ko'zi ojiz insonlarning salohiyati juda yuqori hisoblanadi. Ya'ni 20 kishilik raqobat mavjud bo'lsa, ish o'rinlari 5 ta bo'lsa, ulardan aytaylik yarmi 10 tasi ko'zi ojizlar va 10 tasi oddiy insonlar bo'lsa, juda yuqori ehtimol bilan, demak, ko'zi ojizlarni bu yerda kompetensiyalari yuqori hisoblanadi. Chunki eshitgan ma'lumotini yetkazib berish bo'yicha ularni zehniy salohiyatlari ustun hisoblanadi. Yoki dasturlash yoki IT sohalarida ayniqsa autist insonlarning roli oshib borayotganligi, ya'ni Microsoft yoki Amazon kabi kompaniyalarda imkoniyati cheklangan shaxslar, xususan ruhiy muammolari bo'lgan, autizm bilan kasallangan dasturchilarning ko'payib borayotganligi va ularni tabiiy raqobatda yutib chiqayotganligi asosiy voqealarni keltirib chiqaradi. Shuningdek, kambag'allik muammosi ham eng katta muammolardan hisoblanadi va tadqiqotlarga ko'ra Amerika Qo'shma Shtatlarida, hatto rivojlangan mamlakatlarda ham kambag'allik va badavlatlik o'rtasida katta tafovutlar oshib borayotganligini ko'rishimiz mumkin va bu bo'yicha barcha tashkilotlar, xususan Birlashgan Millatlar Tashkiloti va uning dasturlari mana shu farqlarni yo'qotishga harakat qiladi. Ya'ni bunda Xitoy tajribasi katta o'rinni egallagan edi. Ya'ni bilamizki, Xitoy va Hindiston eng aholisi katta dunyodagi mamlakatlar hisoblanadi va bu nazariya mavjud ediki, qariyb 8 milliardga yetib borgan dunyo aholisini boqish va ularni iste'molini ta'minlab berish masalalari asosiy voqealar rivojini tashkil qilardi va Xitoy o'zining deyarli pasportga ega bo'lmagan, demak, eng kambag'al qatlamini sanoat ishlab chiqarish orqali zavod ishchilariga aylantirdi va kambag'allik va boylik o'rtasidagi katta farqlarni qisqartirdi va natijada Xitoyning eksport salohiyati oshishni boshlaganligi yoki Hindiston ham oxirgi yillarda mana shu tajribadan foydalanayotganligi, ya'ni Hindistonda bilamizki, kastalarning rivojlanishi, tabaqalarning kuchliligi deyarli 500 millionga yaqin, deyarli kuniga $1,5 ko'p topa olmaydigan kambag'allarni shakllanib kelganligiga olib keladi va so'nggi Hindiston siyosatida diniy va ba'zi bir o'zgarishlarning dinamikasi mana shu kambag'allarni zavod ishchisiga aylantirish masalalarni ko'rib chiqayotganligini ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Ya'ni bir nazariya borki, agar rivojlanayotgan mamlakatlarda eski stereotip bor, rivojlanayotgan mamlakatlar agar kambag'allar boyishni boshlasa, dunyo bozorida, eksport maydonida raqobat kuchayishi paydo bo'ladimi? Buni o'sha
yangi industrial mamlakatlar o'sha 70-yillardagi Osiyo yo'lbarslari yoki ajdaholarini misol sifatida keltirishadi va Amerika iqtisodchilari buni ham 21-asrda rad etishadi va o'zlarining gipotezalarini ilgari surishadi. Ya'ni 500 million hindning ijtimoiy ahvolini yaxshilanishi yaxshiroq mahsulotlarni xarid quvvatiga olib keladi. Ya'ni hozir Amerika Qo'shma Shtatlari Hindistonga eksport qilayotgan bo'lsa, bu 500 millionlik kambag'allarga deyarli eksport ulushi to'g'ri kelmayotganligi. Agar ularning iqtisodiy va huquqiy imkoniyatlari oshib borgan sari mana shu eksport hajmi oshib borishi mumkinligi gipotezalari ilgari suriladi. Ya'ni bitta rakurs aytayaptiki, demak, bularning o'sib borishi raqobatni uyg'otadi deydi. Ikkinchi rakurs aytadiki, bularning o'sib borishi mahsulot ishlab chiqarishni va sanoat ishlab chiqarishni yana ham kuchaytiradi degan masalani ilgari suradi. Ya'ni bu qanday? Kreativlik tufayli. Ya'ni kreativlik 5 ta kambag'alning ham o'zini vazifasini bajarishga olib kelishini aytadi. Ya'ni taniqli olimlar aytadiki, Amerika olimlari agar barcha insonlar Garvardni bitirishganda edi, ko'chalarda axlat to'planib ketish ehtimoli 99% darajada oshadi degan fikrni ilgari surishadi. Ya'ni bizning xalq tilida agar hamma o'qimishli bo'lib ketsa, paxtani kim teradi degan oddiy stereotip gaplarning shakllanishi ham mana shu vajlardan kelib chiqishini ko'rishimiz mumkin bo'ladi. 18-19-asrlarda buni iqtisodchilar juda ko'p o'rganishadi va iqtisodiy ta'limotlar tarixi bo'yicha taniqli olimlardan biri Malthusning o'sha mashhur nazariyasi mavjud. Ya'ni inson ko'payib ketgan sari bizni dahshatli kelajak kutyapti degan o'sha mashhur bashorati barcha iqtisodchilarni o'ylantiradi. Ya'ni inson geometrik progressiyada ko'payadi va tovar arifmetik progressiyada ko'payadi va insonlarning ko'payishi ularni boqishga bo'lgan qiyinchilikka olib keladi degan nazariyani ilgari suradi. Lekin bu mashhur xalqaro iqtisodchi Paul Krugman Malthusning mazkur gipotezasiga ushbu izohlarni beradi. Ya'ni Malthusning nazariyasi bizgacha yetib kelgan 57 asrning 55tasiga to'g'ri keladi. Ya'ni Malthusgacha bo'lgan barcha davrlar Malthus nazariyasini haqiqatan qo'llab-quvvatlaydi. Ya'ni insoniyatning ko'payishi uning boqishga bo'lgan qiyinchiligiga olib keladi deydi. Ammo oxirgi 2 asr buni mutlaqo rad etganligini ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Ya'ni kreativ iqtisodiyot paydo bo'lishi, kreativ kasblarning paydo bo'lishi, inson kompetensiyalarining bo'linib ketishi alohida yana majmualarni shakllantirganligini ko'rishimiz mumkin bo'ladi va kreativ iqtisodiyotning texnikaning rivojlanishi, robot texnikalarining paydo bo'lishi insoniyatni ishsiz qoldiradimi degan savollarni ham keltirib chiqaradi va kreativ iqtisodiyotni ko'rishimiz mumkinki, inson omili doim o'zi uchun koridor yaratib boraveradi. Ya'ni inson taraqqiyoti ma'lum bir yo'nalishlarda o'zining klonlashishiga olib kelishini ko'rsatadi. Hatto Steve Jobs ham 20-asr oxirlarida o'zining mashhur intervyularida so'nggi 50 yil ichida boshqa eng katta ixtirolar bo'lmaydi, ya'ni mustaqil ixtirolar bo'lmaydi, faqatgina o'sha ma'lum bir ixtirolarni funksional jihatlarini yaxshilash bo'yicha ixtirolar bo'lishi mumkin mobil sohada degan bashoratni keltiradi, lekin bir necha yillardan keyin o'zining kompaniyasi orqali o'z bashoratini oqlamaganligini isbotlab beradi. Ya'ni mustaqil iOS sistemasining paydo bo'lishini bunga yorqin misol sifatida keltirish mumkin. Demak, inson omili o'zi uchun vaziyatlar va iqtisodiy jarayonlarni yaratib borishi e'tiborga molik hodisa hisoblanadi va bugungi kunda inklyuziyaning eng katta, eng dolzarb masalalardan biri bu boylar va kambag'allar o'rtasidagi tafovut hisoblanadi va albatta bu faqatgina rivojlanayotgan mamlakatlarda emas, hatto dunyoning birinchi iqtisodiyoti hozircha bo'lib turgan Amerika Qo'shma Shtatlarida ham ro'y berganligini ko'rishimiz mumkin. Ya'ni 1950-yillargacha Amerikaning 1% badavlat kishilari uning 9% boyligini yaratayotganligini ko'rishimiz mumkin edi va 21-asrga kelib Amerikaning 1% eng badavlat kishilari 20% gacha Amerika boyligini boshqarayotganligini tadqiqotlar isbotlab beradi va bu o'sha boylar va kambag'allar o'rtasidagi tafovutlarni nihoyatda oshib ketganligini isbotlab beradi. Va ko'pgina iqtisodiy qo'llab-quvvatlashlar bu tafovutlarni oldini olishga harakat qiladi. Amaldagi gipotezalarda ushbu fikrlarni ilgari surish mumkin. Ya'ni ba'zi bir olimlar agar boylar va kambag'allarning o'rtasidagi
tafovut oshib ketadigan bo'lsa, kambag'allar iqtisodiy va huquqiy institutlarga ishonmay qo'yadi va xaos yaraladimi degan tushunchalar paydo bo'ladi. Mana shu tushunchalarga iqtisodchilar kambag'allarning bir platformada joy qilish imkoniyatini, ya'ni sanoatlashtirish, xuddi Xitoy tajribasidek hech narsa bilan shug'ullanmaydigan, kuniga $1,5 ko'p topolmaydigan 500 million xitoylikni zavod ishchisiga aylantirish orqali, ya'ni sanoat taraqqiyoti orqali rivojlantirishga harakat qilgani Xitoyni yaqin kelajakda dunyoning birinchi iqtisodiyoti bo'lishiga tamal toshini qo'yganligini ko'rishimiz mumkin va Hindiston ham aynan uning istiqbolida turgan 500 million hindning kelajagi haqida bir platformada harakatlanishi haqida qayg'urayotganligini, o'sha 500 ming kambag'alning ichida ma'lum bir dasturchilar yoki OIDSga qarshi vaksina ixtirochilari yashayotgan bo'lishi mumkinligini istisno etmaganligini ko'rishimiz mumkin bo'ladi. E'tiboringiz uchun rahmat.